yomg'ir yog'ib ketdi. Voy, uy, как раз yomg'ir yoqqanda нормально. Kiramiz. Takoy qurilgan ekan oynalar bilan. Eshikni ochamiz, yopamiz. Takoy shoxona yopamiz, zombilar kirmaslik uchun. Yo'l issiqini turish uchun pechkalar takoy qurilgan ekan. Eshik yopamiz. Stol normalni bezatilgan. Takoy yomg'irda oynaga qarab yeb o'tirish kayfda. Eshikni ochamiz. Voy, qiyshiq qurilgan ekan u. Bo'pti, sakrab o'tamiz. Oppa. Tepasida narsa bor ekan. Bu yoqdan sakrab o'tamiz, yo'q joydan. Ichida nima bor ekan? Holdingda hech nima yo'q. Sakrab chiqamiz. Lift bor ekan. Lift ikkinchi etajga chiqamiz. Davay. Lift. 2 kishilik. Kiyimlar, даже dars qiladigan joy. O'tirilmas ekan, past bo'lgan sababli. Eshikni ochamiz. Ochilmayapti-yu. Ochil. Ochilmaydigan qo'yilgan ekan. O'zimiz yangisidan qo'yamiz, chiroylisidan. Mana bu eshik to'g'ri keladi. Qo'yamiz. Ana bo'ldi. Endi ochilib yopiladi. Yopamiz. Tualet. Takoy qurilgan ekan. Takoy sochiqlar bilan. Vanna suv chiqardim. Suv ham chiqargan, qoyil. Suv chiqargan qizig'i. Davay, eshik ochamiz, chiqamiz. Endi biz mana shu yerda yashaymiz. Menimcha